Shunday kambag'al bolalar borda, ota-onasi ularga pul, mol dunyodan boshqa hech narsa bermaganda. Kecha futboldan chiqib taksi to'xtatdi. Bir amaki to'xtadi. Amaki shoshilib ketayotgan ekan, bog'chaga ketayotgan ekan. Nevarasi bog'chada qolib ketibdi. Shomdan o'tgan, kun ancha kech bo'lib qolgan. Bog'chaga shoshilib ketyapti-da. Bexosdan bir Malibon yo'lni to'sib qo'ydi. Boyagi Malibodagi bola yoshroq bola ekan. Yonboshdan o'tdi-da, amakiga senlab to'xta deyapti-da, so'kinyapti. Boyagi amaki soddaroq, faqirroq ekan. Uzr bolam, kechir, ayb mendan o'tdi deb qo'lini ko'tarsa ham boyagi bola ko'nmadi. Yo'l chekkasiga amakini siqib chiqardi-da, to'xtatdi. Mashinasidan tushib kelib, indamasa amakini urmoqchi-da. Amakining yoshi 65 yoshda ekan. Boyagi bolaning otasidan ham katta-da. Men u bolaning muomalasidan uni otasi yo'q deb tushundim-da. Yo otani qadri yo'q deb tushundim. Keyin boyagi amakini dilini og'rityapti-da, kibr qilib. Seni mashinang Matiz ekan, meniki Malibu. Turtib olsang, urib olsang, mana shu Matizingni, lag'ara Matizingni sotib ham meni Malibomni qilib bera olmaysan. Ko'zingga qarab aytasang o'lasanmi deb senlayapti-da. Men oldin chiroyli bir avariyani guvohi bo'lib qo'yganman-da. Bir Jiguli bilan Gentra avariya bo'lgan. Gentradagi bola yoshroq bola edi-da. Bu gap avariya bo'lgani Gentradagi bolaning otasi yetib borganda, o'g'lingiz avariya bo'ldi deb yetib borgan. Ayb Jigulidagi odamdan bo'lgan, u qo'rqib turibdi. Bolaning otasi kelyapti-da. Mashinaga qaramayapti, mashinaning ahvoliga ham qiziqmayapti. Shunday kelyapti-da, Jigulidagi sho'pirni oldiga kelyapti-da. Ukam, ahvolingiz yaxshimi? O'zingizga hech narsa qilmadimi deb xaloq-xol so'rayapti. Boyagi Jigulidagi sho'pir ham rahmat aka, hammasi yaxshi degandan keyin o'g'lining oldiga boryapti-da. O'g'lim, sen yaxshimisan? O'zingga hech narsa qilmadimi deb quchoqlab bag'riga bosyapti. Boyagi bola yaxshiman dada degandan keyin vaziyatni bilib, vaziyatni surishtirib, ayb kimdan ekanligini bilyapti-da. Jigulchining oldiga borib, ukam, muhim o'zlariga hech narsa qilmabdi. Bu bir temir, bu bir matoq, ertaga topiladigan narsa. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. O'zlaring yaxshi ekansizlar. Deyapti-da, ikkita mashinani ham ustaxonaga olib ketib, o'zi tuzatib beryapti-da, boyagi Jigulichiga. Shunaqangi Jiguliga rahim qilyapti. Shunaqangi yaxshilik qilyapti-da. Men ko'rib havasim kelib ketganda o'sha odamning qilgan muomalasiga, o'sha odamning olgan tarbiyasiga. Hozir ko'chada birovni yo'lini noqasdan to'sib qo'ying, kechirim so'rab, uzr so'rab, tiz cho'ksangiz ham onangizdan so'k